Bolam 10 oylik bo'ldi. Diatezi ketmadi. Parhez charchatdi. Go'sht mahsulotlari yesam diatez toshyapti. Oqsillarga allergiya bor shekilli. Faqat guruch qaynatib yeganimda tersidagi toshmalar ketadi. Guruchdan charchadik. Atopik dermatitni davolash tamoyillari haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Birinchi o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa ham ona ham bolani oshqozon ichak faoliyati bilan bog'liq muammolar. Onani oshqozon ichak bilan bog'liq muammolari boladagi diatezni davolashini qiyinlashtiradi, kechiktiradigan asosiy omillardan. Sababi har qanday allergiya odatda oqsillarga nisbatan bo'ladi. Biz iste'mol qilib turgan mahsulotlar tarkibidagi oqsillar oshqozon ichakda to'liq parchalanadi va qonga so'riladi. Agar onani oshqozon ichak bilan bog'liq muammolar bor bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu oqsillar to'liq parchalanmaydi, ya'ni gidrolizlanmaydi to'liq. Allergiyalik xususiyatni to'liq yo'qotilmagan holatda ichakdan qonga so'riladi. Qondan esa sut orqali bolaga beriladi. Bu allergenlik xususiyati yuqori bo'lgan oqsil molekulalari albatta bolada atopik dermatit rivojlanishiga, avj olishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda tuzatish kerak bo'lgan omillardan biri bu onani oshqozon ichak tizimi. Onani gastroenterolog bilan maslahatlashgan holatda oshqozon ichak tizimiga baho berish kerak. Shu bilan birga bolani ham oshqozon ichak tizimiga e'tibor qaratib, ona va bolani birgalikda davolash kerak. Atopik dermatit davolashda mana bu bolani terisi uchun ishlatiladigan mazlar, kremlar, qo'shimcha antigistamin preparatlar, immunitet uchun dorilar, D3, omega kabi preparatlar ko'p ishlatiladi. Bolaga va onaga berish kerak bo'lgan D3, omega va probiotiklar albatta atopik dermatitni boladagi atopik dermatitni tuzalishiga yaxshi yordam beradi. Lekin unutmang, onani yoki bolani oshqozon ichak tizimi bilan bog'liq muammo saqlanib turar ekan, bu bergan vitamin D3 ham, omega ham, probiotiklar ham, boshqa immunitet bilan bog'liq, immunitetni ko'tarish bilan bog'liq ishlatiladigan preparatlar ham umuman samara bermaydi. Birinchi o'rinda shu preparatlar ishlaydigan joylarda, ya'ni oshqozon ichakda muammolarini hal qilish kerak.